Allohim sizlarni yo'qlaganda o'zing yo'qlagin. Sizlarga birda berganga ularga mingni bergin. Ehson tarqatuvchi bo'ylarni oilalariga hidoyat, ofiyat bergin. Farzandlarini baxt kamolini ko'rishlik nasib qilsin. Amin. Farzandlari u dunyoga borganda ota-onalariga toj kiydiradigan farzandlardan bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Aytganingiz kelib olsun. Aka, assalomu alaykum. Mana bergan omonatlaringiz hamma yo'g'i Yulduzxonga yetib keldi aka. Mana o'zi, bolalari. Katta rahmat. Yashanglar, rahmat. Mana aka. Rahmat sizga ham sog' bo'ling aka. Boringizga shukr, sizga odamlar ko'paysin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu yilgi mana shu tumanimizdagi boquvchisini yo'qotgan, tug'ma nogironligi bor, yordamga muhtoj oilalar uchun beriladigan ehsonliklarimizdan tanishtirib chiqaman. Mana har bitta xo'jalik uchun 2 kilodan guruch, 1 donadan moloko, 1 kilodan shakar, yarim kilodan shokolad va mana kopchonli, varyonli dudlangan go'sht, 1 kilo mol go'shti, 1 kilo qiyma, bitta fanta, bitta kola, 108 lik o'simlik moyi, tuxum 1 korobka, yarim kilo yalang'oq, yarim kilo sho'rdanak, 1 kilo mandarin, 5 donadan, ba'zilariga 6 donadan mandarin, banan tushdi, 1 kilo olma, 1 kilo nok, bitta tort va mana bu vaucherimiz doktor Lorga bepul davolanish shu bitta xo'jalikda to qulog'imi, burnilari og'rib qolsa tuzalguncha bepul. 2 kilo sabzi, 3 kilo kartoshka, 3 kilo piyoz. Mana shu har bitta xo'jalikka beriladigan ehsonliklarimiz. Buni evasida sizlarning mehnatlaringiz, sizlarga bergan ehsonliklaring turibdi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar shu insonlarni yo'qsizlar, sizlarni Alloh taolo yo'qlasin. Jannatlarda qo'shganlaring bilan jannatlarda jamlanish, yurishlik hammamizga nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu xo'jalikda o'tirishadi xonadonlar. Hamdonboy duo qilib qo'yasizlar, mana shu aka-ukalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana shu eski Fayzobod dahasidamiz. Mana shu xonadonda Hamdonjon degan ukamiz yashaydilar. 2 nafar farzandlari bor. Yordamga muhtoj xo'jalik. Mana shu Tong yulduzi 6-xonadonda. Hamdonjon. O Hamdonboy. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana xonadonda o'tiradi. Sog'liging yaxshimi ekan? Charchamasdan. Keladigan bayramlaringmi? Suyamsan, bolalaring yaxshimi ekan? Mayli, mayli. Alaykum hurmatli obunachilar, biz mana shu yangi Fayzobod dahasiga keldik. Mana shu xonadonda bir Sanatjon degan birodar do'stimiz yashaganlar. Mana shu yil olamdan o'tib qolgan avtohalokat tufayli bu sinimiz ham bolalari bilan o'zlari yolg'iz qolishgan. Nuqul kelardi, darvozalari berk bo'lardi, bugun ochiq ekan. Biz ham endi birinchi marta hovlilariga kirishimiz. Mana Vatan qishlog'idagi Gulmira opamni o'g'illari Azizbekka berdik. O'sha ehson qilgan opamizdan ham Alloh rozi bo'lsa, mana o'zlariga ekan razmir, ha? Bitta xolangiz sovg'a qilishdi, mana sizga nasib qildi. Bittasini o Qorabo'yin qishlog'iga berib keldik. Mana bu va o'chirib ushlab ol o'g'lim. Hozir tushuntiraman. Mana Alloh rozi bo'lsin. O'zini razmiri. Rahmat deb qo'y o'g'lim. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Vatan qishlog'iga keldik. Mana shu xonadonda bir sinimiz yashaydilar. Boquvchilarni yo'qotganlar 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Va alaykum assalom qizim. Keladigan bayramlar bilan yaxshimisiz? Ayizlar yaxshilarmi? Mana shu xonadonda turadilar. Ijodkor 18-uyda. Assalomu alaykum. Yaxshimisan o'g'lim? Keladigan bayramlar bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Uvoda qishlog'iga keldik. Bu xonadonda Ahmadjon ukamiz yashaganlar, olamdan o'tib qolganlar. 4 nafar farzandlari bilan ayollari qolgan.
Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu yilgi mana shu tumanimizdagi boquvchisini yo'qotgan, tug'ma nogironligi bor, yordamga muhtoj oilalar uchun beriladigan ehsonliklarimizdan tanishtirib chiqaman. Mana har bitta xo'jalik uchun 2 kilodan guruch, 1 donadan moloko, 1 kilodan shakar, yarim kilodan shokolad va mana kopchonli, varyonli dudlangan go'sht, 1 kilo mol go'shti, 1 kilo qiyma, bitta fanta, bitta kola, 108 lik o'simlik moyi, tuxum 1 korobka, yarim kilo yalang'oq, yarim kilo sho'rdanak, 1 kilo mandarin, 5 donadan, ba'zilariga 6 donadan mandarin, banan tushdi, 1 kilo olma, 1 kilo nok, bitta tort va mana bu vaucherimiz doktor Lorga bepul davolanish shu bitta xo'jalikda to qulog'i va burnilari og'rib qolsa tuzalguncha bepul. 2 kilo sabzi, 3 kilo kartoshka, 3 kilo piyoz. Mana shu har bitta xo'jalikka beriladigan ehsonliklarimiz. Buni evasida sizlarning mehnatlaring, sizlarga bergan ehsonliklaring turibdi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar shu insonlarni yo'qsizlar, sizlarni Alloh taolo yo'qlasin. Jannatlarda qo'shganlarlik bilan jannatlarda jamlanish, yurishlik hammamizga nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Shabada mahallasiga keldik. Mana shu xonadonda Mamrujon akamiz yashaydilar. Usta bo'lishgan o'zlari, bir chiroyli g'ishorovchi usta bo'lganlar. 3 yildan beri bir joyda qolishgan ekan. Bizga mana shu 2 oy oldin bir dindoshimiz dalolat qilishgan edi. 2 oydan beri kelib xabar olyapti. Shunga bayramlik dasturxonni ham mana shu akamizga berishlikni maslahat qildik. 2 nafar farzandlari bor. Ayollari ham hech qayerda ishlamaydi, faqat mana shu xo'jayinlariga qarab yotadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 29-dekabr haftaning dushanba kuni biz har doimgidek aka tutlik bizda bir vakilimiz bor, Mahmudjon degan ukamiz. Shu ukamizga mana 4 ta xo'jalik uchun berib qo'ydik. Bittasi Sobirtepaga, ikkitasi Qoraboyinga, bittasi Yakatutda ko'p qavatli domidagi sinimizga. Mana komplekt qilib hammasini berib qo'ydik. Xudo xolasa Mahmudxon elitib berishadi. Mahmudxondan ham Alloh rozi bo'lsin. Farzandlarni baxti kamonini ko'rsin, bularni baxtiga mana shu ota-onalarning umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana Tovul qishlog'iga kelyapmiz. Mana shu mahallani oxirida Nodiraxon sinimiz borlar, boquvchilarni yo'qotgan shu nafar farzandlari bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 29-dekabr haftaning dushanba kuni. Xudo xolasa biz mana yana bugungi ehsonliklar tarqatishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. O'rtoqlarida simdoshlar aytib qo'ygan. Mana do'stim Shuhratjon ham yetib kelishdi. O'zlarining qimmatli vaqtlarini mana shu kelyapti do'stim. Mana shu guruhimizga saflash uchun Alloh rozi bo'lsin barchalaridan. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu sizlarning sa'y harakatlaring, sizlarda mana shu qilgan mehnatlaringiz bilan mana shu narsa ro'yibga chiqyapti xudo xolasa. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, barchangizga xayrli kun. Mana bugun yana bir yangi tongni qarshilab oldik. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Uning do'sti, habibi, bizlarning shafoatchimiz bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlarimiz yetib borsin. Azizlar, mana xudo xolasa bugungi dushanba kunidan boshlab oldik. Xudo xolasa mana hozir yigitlar kelishyapti. Yana ehson tarqatishni boshlaymiz. Tezroq bugun tarqatib olmasak bo'lmaydi. Kecha tayyorlatib qo'ydik. Havo sovib ketgancha ichkariga olib kirib qo'ydik. Vaqtimiz bo'lmadi, kech tushib qoldi. Mana tort mahsulotlarimiz turibdi. Meva-chevalarimiz. Mana yana 14 ta xo'jalikka hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana go'sht, qiyma go'sht, kolbasa mahsulotlari, paxta moyi, napitkalar, mana sumkalarda tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa bag'da ham bor. Mana bir kecha biz shomdan keyin kechroq keldik. Bir dindoshimiz, opamiz mana shu farzandlarimiz uchun mana shunday qishki issiq mana ichlarini shoskalar juda ham issiq kiyim-kechaklar berib yuborishdi. Yangi mana jenfer shimlar, mana yangi shimlar, bosh kiyim, yana mana shu tepa usti bilan komplekt sifatifikalar berib yuborishdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu opamizdan ham topganlariga Alloh barakat bersin. Albatta biz buni o'sha egalariga yetkazib qo'yamiz xudo xolasa. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar. Bizning uyimizga bir birodarimizni mana shu ehsonliklari bor ekan berib ketishdi. Mana shu yosh bolalar uchun yangi kiyimlar, mana sportivka kiyimlar,
Mana shim, mana bu qizlarimiz uchun bosh kiyim va mana 50 ming so'm pul berib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin qilgan ehsonliklarimdan. Alloh taolo o'zining xazinasidan, g'oyibidan to'ldirsin. Qanaqangi maqsad niyatlar bo'lsa, Alloh taolo ziyodasiga yetkazsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Sobirtepa qishlog'iga keldik. Bu xonadonda ham bir sinimiz yashaydilar va qo'ychilarni yo'qotgan 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Bu ishlarni men orqaga tashlab qo'ydim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz mana yana Sobirtepada qishlog'idamiz. Mana shu xonadonda 6 yoshli farzandimiz Burxonjon turadilar. Xabarlaring bor, mana shu qizomiq kasalligidan keyin panipsalit kasalligiga chalinib qolganlar. Oyoq qo'llari hech qaysi jismlari o'zlariga bo'ysunmay qolgan. Oldin soppa-sog' bo'lgan bu yigit. Mana 2 yildan beri mana shu bir joyda yotadi. 1 yil yaqin zondda yotdi. Zonddan ovqatlanib, mana shu bitta joyda yotadi. Onalari faqat shu bola bilan bor. Azizlar, agar imkoni borlar bo'lsa, mana shu xonadonga kelib, o'zlaringiz ehsonlaringizni berib ketsangiz ham bo'laveradi. Do'stlik MFY Faiz ko'chasi 41-xonadon. Mana shu binoda yashashadilar, yashagan sharoitlari yo'q uchun Navruzbek akamiz va farzandlari. Assalomu alaykum, mamaxon qizim, opachmisiz? Yashang. Mana qizim, sizga biz sovg'a olib keldik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kelin opachingizlar yaxshi o'tiribsizlar? Keladigan bayramlar bilan. O'tinlar qamlab olibsiz-ku? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Andarxon qishlog'idamiz. Mana Kanibodam o'tish chegara hech qancha emas, mana shu chegara postimiz oldida. Mana bu bino yo'l qurilishi, ya'ni Daradelga qaraydigan bino ekan. Mana shu binoda xabarlaring bor. Bir akamiz oilasi bilan yashaydilar, ikkinchi guruh nogironlar, 2 nafar farzandlari bor.